Qutluq Haji Shewqi Uyghur milletining madaniyat jangchisi deb nom olgan. Yaqinqi zaman Uyghur matbuot va nashriyatchiligining taraqqiyotiga asos solg'uchi. Hozirgi zaman Uyghur til yeziqini ijodiy yo'sinda taraqqiy qildirgan ma'rifatparvarlarning biri bo'lgan Qutluq Haji Shewqi 1876 yili Qashqar shahrining Qozonchi Yorbeshi mahallasidagi Abdurahim Beg ismli ma'rifatparvar yerlik amaldor oilasida dunyoga kelgan. U o'qish yoshiga yetgandan keyin Qashqardagi madrasalarda o'qib, ilm tahsil qilib, arab, faris tillarini yaxshi o'rgangan. Qutluq Haji Shewqi 1908 yili dadasiga agishib Saudiya Arabistonga hajga boradi. Haj farzini ado qilib bo'lgandan keyin Misrning poytaxti Qohiradagi Azhar universitetiga o'qishga kirib, islom dinining qonunlarini o'rganadi. O'qishni tamomlagandan keyin dadasi bilan birga Turkiyaga qaytib kelib, yana İstanbuldagi oliy bilim yurtida o'qishni davomlashtirdi. Qutluq Hajining chet ellardagi bir necha yillik o'qish hayoti uni ilmning har qaysi turlari bo'yicha yaxshi o'qishi uchun imkoniyat yaratib berdi. Eng muhimi, uning nazar doirasini kengaytib, hayotga yangicha qaraydigan bir xil tuyg'uni shakllantirdi. U ana vataniga qaytib keladigan vaqtda Turkiyaning Kilis viloyatilik mashhur tilshunos Rifat Efendi Osman imperiyasining davlat arboblaridan biri bo'lgan Talat Pashaning xizmat ishlashi bilan 1915 dan 1917 yillari Mahmud Qashqari, ya'ni 1800 dan 1105 ning Turkiy tillar divani ismli bebaho qimmatlik asrini yozilgan vaqtidan 850 yilga yaqin vaqt o'tgandan keyin nurg'un ajr qilib, asli nomi bo'yicha İstanbulda matbaada nashr qildirgan edi. Qutluq Haji Shewqi yangi nashr qilingan Turk tillar divonidan bir nusxasini millatning qimmatlik boyligi deb qarab, qimmatlik so'g'at sifatida o'zi bilan birga Sharqiy Turkistonga elib ketadi. Turkiy tillar divoni bir asrga yaqin vaqtdan buyon ko'plagan allar olimlari o'xshamagan darajada tadqiq qilishib, hali ham tadqiqotidan qanoatlanmay bosh qotirayotgan bo'lsa-mu, bu asar yanala ularning nazarida o'ttir asr turkiy xalqlar madaniyatining yagona namoyandasi sifatida chaqnab turmoqda. Afsuski, dünya olimlarining nazarida shundoq yuqori o'rinda turadigan Turkiy tillar divoni buningdan 1000 yillar ilgari bir Uyg'ur olimi tarafidan yozilgan bo'lishiga qaramay, munqarizlik asosida mahkum bo'lib yashayotgan Uyg'ur xalqi o'zlarining qimmatli bu asarni to'liq kechikib biladi. Qutluq Haji Shewqi vataniga qaytib kelgandan keyin millatiga o'z tarixini tunutib, Uyg'ur xalqining shonliq tarixi, madaniyatini, botur, farosatlik, kurashchan o'g'lonlarining, olimlarining faoliyatlarini keng tashviq qilib, millatni ajdodlar izidan minib, ilm, ma'rifat bilan qurollanib, qulluq, mahkumlik qalpiqini cho'rib tashlab, qad ko'tirish yo'liga minishga rag'batlantirish, yetaklash maqsadida Turkiy tillar divonini Uyg'urchaga tarjima qilishga kirishidi. Asarni tarjim qilish jarayonida Mahmud Qashqarining 1000 yillar ilgari turk, jumladan Uyg'ur tilini dunyoga tunutish uchun qanchalik ijtihod qilganligini tushunib yetgan. Qutluq Haji Shewqi mundaq bir asarni tarjima qilishning o'ziga nisib bo'lganligidan cheksiz iftixorlik his qilib, asarni har taraflama cho'nqur o'rganib, tarjimani imkon qadar pishiq qo'ldan chiqarishga tirishidi. U
o'rganish jarayonida o'ttir asrlarda arab, Paris tillari bilan tang baygiga tushgan turk, jumladan Uyg'ur tilining haqiqatanmi ifodalash kuchining yuqori, mazmuniga boy tilishganligini his qilib, ichidan suyunadi. Qutluq Haji Shewqining Qashqar nomli g'azali Uyg'ur xalqiga Mahmud Qashqari va turkiy tillar divoni haqida ma'lumot bergan. Ayni vaqtda oshkora e'lon qilingan tunji asardir. Qashqar. Ko'rmagil Qashqarni kam, bu joyda mardonlar yotur. Hazrati Sultan Sutuq Bug'royi xoqonlar yotur. Xalq uchun qurbon bo'lib, dushman bilan qilgan kurash, ol shahidu qahramon olib arslonlar yotur. Nur chechib qutatqu bilik, xalqni qilgan baxtiyor. Xos Yusuf Hojibga o'xshash ahli irponlar yotur. Yodikor aylab jahonga yozdi divonu lug'at. Mahmud Qashqari kabi ahli sharafshonlar yotur. Ayligan Shevqini mabtun el uchun nurlar chechib, bu shaharda ko'pligan xalq o'g'li insonlar yotur. Afsuski, Qutluq Haji Shewqining turkiy tillar divonini tarjima qilishdan iborat bu ahamiyatlik amgiki Xitoy tajovuzchilarining dushmanligi tufayli oxirlasholmaganligining ustiga izdiraksiz yo'qolib ketadi. Hozirgacha turkiy tillar divonining Uyg'urcha tarjimalari to'g'risida izlanishda bo'lgan tadqiqotchilar bu asarning tarjimasining 1940-yillardan keyin qo'lga ilinganligini tilga elib, 30-yillarla Qutluq Haji Shewqining bu asarni tarjima qilib, tunishtirish yo'lidagi tirishchanliklarini nazardan saqit qilishib kelgan. Bu to'g'ri emas. Biz turk tillar divonining tarjimasini 1940-yillardan keyin qo'lga ilingan desak, Qutluq Haji Shewqiga, uning amgikiga vafosizlik qilgan, tarixga hurmatsizlik qilgan bo'lib qolamiz. Yuqorida tilga elib o'tgan paketlardan Qutluq Haji Shewqining turkiy tillar divoniga xeyli burunla alohida ahamiyat berganligini, ko'p ajr qilganligini bilib olg'ili bo'ladi. Qutluq Haji Shewqi yashagan davrda bir zamonlar Osiyo quruqligining bepoyon bag'rida arg'amoqlarining tuyoqlaridan o't chachirtib, qilich o'ynatib, sayyoralardek erkin va bemalol yashab o'tgan minglab, 10 minglab botir o'g'lonlar yetishtirgan, shundaqla ko'z qamashtiradigan madaniyat mo'jizalarini yaratib, turkum ma'rifat yulduzlarini chaqnatib, madaniyat osmonini bezigan Uyg'ur xalqi, Yipak yo'lining cho'ldarishi bilan tang ko'tarilgan asabiy ishonchilik, diniy xurofotlik, mutaassib nodonlik, mustamlikka qulchilik, tugumas ham arzimas tafriqchilik, shundaqla zulm zulolat, bo'ron chapqonlari ichida qora taqdirning quchqiga yiqilgan bo'lib, ma'naviy turmush deganlardan so'z ochqili bo'lmaydi. Qutluq Haji Shewqi g'aflat ichida yotgan Sharqiy Turkiston xalqini uyg'otishdagi eng jangovar qurol, matbaa va nashriyotchilikning madaniy hayotda tutgan o'rnini allburun tunib yetgan edi. U Qashqarga kelgandan keyin millatparvar, ma'rifatparvar boylar va ziyolilar bilan maslahatlashib, har jihatdan puxta tayyorlik qilib, bir yildan keyin xalqaro matbaachilikning ilg'or texnikasidan foydalanib, tosh matbaadan xeyli ilg'or bo'lgan mix matbaani qo'llanib, 1918-yili Ong gazetini nashr qilib, vatanparvarlik ideyasini tashviq qilish xizmatini boshlaydi. Lekin bu gazet yangratgan jaronliq sada milliy uyg'unish, jaholatga qarshi turish,
ilim, mərifət ögünüş qatarlıqlar bolğanlıqdan bir məzgil çıqıpla tajavuzçı Xitay hökuməti tərəfindən peçetlenib, toxtutub qoyuldu. Çünki Mənçin Xitay xanlığı 1878 yılı tajavuz qılıb kirib, Şərqi Türkistanni besib alğandan keyin, Şərqi Türkistanni texmi uzun vaqt işğal qılıb tutub turuş üçün Uyğur xalqını maarifdən uzaqlaşdırıb, nadan qaldırış siyasətini izchil turda davamlaşdırıb kelgan. Şuna Qutluq Haji Shewqining Uyghur xalqini bilim bilan qurollandirish uchun elib borgan harakatlari ularning razil planlarga zid keladi. Xitoyning bu xil qarniyat bilan to'sqinlik qilishi Qutluq Haji Shewqini to'xtatib qololmaydi. U Angezdi pechatlangandan keyin usulni o'zgartib, Qashqardagi ma'rifatparvar boylarning yordamida Molla Nazim, Noruz Yuspi qatarlıq şairlar bilan birleşip, milli uyg'unish, ilim, ma'rifat o'rganish mazmun qilingan jangovar she'rlarni to'plam qilib, 1920 va 1924-yillari Uyg'on va inqilob ash'olari, asorat va zalolatga o't yoq degan nomlar bilan matbaada bostirib tarqitdi. Qutluq Haji Shewqi yana bir tarafdan shu chaqlarda Abduqodir Damollam, ya'ni 1870dan 1924 qatarlıq olimlarning yetaklashida ilib berilayotgan til jihatdanmi yangilikqa yuzlanib, Uyg'ur tilini saplashtirish, ya'ni Uyg'ur tilidagi arab, faris tili aralashmalarini chiqarib tashlab, o'rniga Uyg'ur tilidagi xos so'zliklarni saplash, o'rtaq adabiy til barpo qilish harakatining turtkisida ona tilim nomli she'rni yozib, Uyg'ur xalqiga ona tilining qadr-qimmatini bildirish uchun qattiq tirishadi. Ana tilim, ana til bilgan kishining izzatini qilg'um kelur. Ana tilini og'zidan oltin berib alg'um kelur. Bu ana til bo'lsa agar Amerika yo Afrikada sarf etib minglarcha tillar annida men barg'um kelur. Ey ana til, bizga sen o'tgan ulug'lardan nishon. Sen bilan ruhiy zamonda iftixorlang'um kelur. Qo'ymusan, qo'zumusan yoki hasal bilan qimiz, bu masallik narsaning birsiga o'xshatqim kelur. O'z atasi, o'z anasi, o'z yurtidan tanganlarni raso qattiq chamlik kashim bilan urg'um kelur. Bir qilich bersa Xudo kas deb uningga buyursam, o'zsi xalqning bo'ynidan xorliq kishan zanjirini, gar xarobgan al vatan kallamni ussun u qilich, ko'rmusun shavqi ko'zi qulluqda al taqdirini. Xalqiga ajdodlar ruhini tashviq qilish orqali milliy ruhini uyg'otish, aziz vatanning, ana makonning qadr-qimmatini tunutish Qutluq Haji Shewqining mushu yillardagi milliy uyg'unish harakatidagi o'zgacha faoliyatidir. Qutluq Haji Shewqi yana atoqliq tarixshunos olim bo'lib, o'z millatining tarixini puxta bilishnimi muhim o'ringa qo'yib, bu haqda ko'p o'rganish, izlanishlarda bo'lgan. U yozgan Voqeati kashfar, ya'ni Qashqarda yuz bergan voqealar nomli tarixiy asar atalmış Abtonom rayonluq muzeyida muhim tarixiy hujjat sifatida saqlanmoqda. Uyg'urlarning jumladan Qashqar rayonining qadimdan hozirgacha bo'lgan tarixi bir qadar mufassal yo'ritib berilgan bu kitobni hozircha ko'rib foydalanish sharoitiga erisholmasakmi, bu asarda turkiy tillar divoni va Mahmud Qashqari haqida xeyli tafsiliy bayonlar yo'q deb aytolmaymiz.
Onundan tashqari u arab, Paris tillaridagi nurg'un lug'atlarni Uyg'urchaga tarjima qilib ishlagan. U yana 1936-yili Qashqar shar'iy mahkamasining qozisi, donliq olim Molla Sodiq Alam Axunum tarafidan yezib qoldirgan Mahmud Qashqari mazoriga kitob vaqfa qilganlik haqidagi tarixiy hujjatni tepib saqlagan. Qutluq Haji Shewqi keyin Shvetsiyaning Qashqarda turishliq xristian diniy jamiyatining gazetxonasida bosh muharrir bo'lib ishlagan. 1933-yili 7-oydan boshlab Erkin Hayot gazetini chiqargan. Ammo bu gazetmo ayni chog'dagi mustamlikchi Xitoyning to'sqinlik qilish tufaylidan to'xtab qolgan. 1933-yili 11-oyning 12-kuni Sabit Domollam rahbarligida qurilgan Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati hukumati Sharqiy Turkiston haftalik gazetini chiqardi. Bu vaqtda Shvetsiyaning gazetxonasida ishlayotgan Qutluq Haji Shewqi 11-oyning 15-kunidan boshlab Sharqiy Turkiston haftalik gazetining bosh muharrirligini o'z ustiga oladi. Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati hukumati qurilib yarim oydan keyin davlatning Mustaqillik ismli oylik jurnali chiqarildi. Bu jurnalga Sharqiy Turkiston davlat rahbarlarining ismligi va muhim hujjatlar besiladi. Jamiyat fikri tayyorlanadi. Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining Erkin Turkiston ismli gazetining ismi keyincha yangi hayotga o'zgartirilgan bo'lib, bu gazet 1934-yili 8-oyning 23-kunidan boshlab yanada Qutluq Shewqining bosh muharrirligida 1937-yilining o'ttirlarigacha davomli nashr qilinib turgan. Yangi hayot gazeti milliy, siyosiy, ijtimoiy, adabiy va axloq qatorliq masalalarni tashviq qildigan keng doiralik mazmunga ega universal gazet edi. Bu gazet jami 290 son nashr qilinib tarqatildi. Gazet tunji nashr qilinganda 950 tirajda tarqalgan bo'lsa, keyin xalqning madaniyat saviyasining o'sishiga ergishib, gazetning tiraji 2500 ga yetdi. Tarqalish doirasimi uzluksiz kengayib, Turpan, Kucha, Aqsu, Qizilsu, Yakan, Xotanga qadar pochta orqali yetkaziladi. Yangi hayot gazeti dastlabda har bir beti 3 istonliq, 2 betlik chiqqan bo'lsa, keyin 4 betlik qilib o'zgartiriladi. Gazetga asosliqi xalqaro xabarlar, Uyg'ur tarixidan savod, islom aqidalariga doir bayonlar, adabiy asarlar, xatchak va e'lonlar bisilgan. Bu xil mazmunlar xalqqa ilg'or taraqqiyot yangiliklarini tunishtirish, o'zini tanitish, islom shariatining asli mohiyatini tushuntirish ham xalqni ittifoqlashtirib, feodalizm, jaholat va tajovuzchi ishg'olchi Xitoy mustamlika hokimiyatiga qarshi turish engini tiklashda ijobiy rol o'ynagan. Masalan, gazetning 38-soniga 12 kishining Qashqar shahri va Otishning ma'rif ishlari uchun 139,400 sar kumush, 5 kishining Dariltamga 4,920 sar oq kumush iyon qilganlik to'g'risidagi xabar bisilib zo'r ta'sir paydo qilgan. Bulardan boshqa fosh qilish xarakteridagi yerlik xabarlar berilgan bo'lib, buningga Xitoy hukumat organlaridagi amaldorlarning va yerlikdagi mutaassiblarning oqartish xizmatiga bo'lgan to'sqinligi kaskin tillar bilan fosh qilingan. Qutluq Haji Shewqi tashkillagan va o'zi bosh muharrirlik qilgan Yangi hayot gazeti ayni zamonda mustamlikchilarga qarshi turish, feodal xurofotlikqa,
jaholatchilik va nodonlikqa qarshi turishni mazmun qilgan ilg'or ideyadagi yangi gazet bo'lib, u Sharqiy Turkiston xalqini uyg'otish, ilm ma'rifatga boshlash va yetaklash jihatlarda zo'r ijobiy rol o'ynaydi. Eng muhimi, Uyg'ur xalqining asrlar bo'yi uzilib qolgan matbaa va nashriyotchilik ishlarini yangi zamonga ulaydi. 1935-yili Stalin, ya'ni 1878dan 1953 tarafidan Sharqiy Turkistonga Xo'janiyaz hojim, ya'ni 1889dan 1938 ning yeniga avatilgan Mesh'hur Uyghur degan jasus Qutluq Haji Shewqini tasvirlab, Qutluq Haji Shewqi Uyg'ur tilida chiqadigan yangi hayot gazetining mas'ul muharriri. Bo'yi pakanak, tirik tetik, harakatchan, chiroyi oq qizil, barliq faoliyati marksizm, leninizm yerlariga qarshi kommunistik harakatni dahshatlik deb hisoblaydi. Ham butkul vujudi bilan o'ch ko'rdi. Qutluq Haji Shewqi pan islomim, pan turkizm bayroqlarining biridir degan. Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati davlat armiyasining bosh qo'mondoni Mahmud Muhitti, ya'ni 1893 dan 1945 Qutluq Haji Shewqini tasvirlab, Qutluq Haji Shewqi nihoyatda yaxshi, diniy va dunyoviy ilmini cho'nqur biladigan taqvodor, bilimlik va haqiqatchi odam. Uyg'urlarning turkiy tilida so'zlashadigan xalqlar ichida eng bilimlik, madaniyatlik millat ekanligini isbotlaydi. Aslida ilm fanni turklar Qur'ondan olgan ekan. Demak, ilmning ochqichi Qur'onda ekan. Alloh taolaning so'zi shu ochqish bilan echilibdi ekan. U bizga buni o'rgatdi deb Qutluq Haji Shewqiga yuqori baho bergan. Qutluq Haji Shewqi tashviq qilgan erkin fikrlar, mustaqillik va erkinlik sadolari Uyg'ur xalqini qulluq iskanjisida tutib turayotgan ishg'olchi Xitoyning yig'irini echib, ularning o'g'isini qaynatgan. Sovet ittifoqi va qonxo'r Xitoy Shinsay hukumati uni ko'zdan yo'qotishning ko'yga tushib, takib qilishga boshlagan va oxiri tutqun qilgan. Uyg'ur millatining madaniyat jangchisi deb nom olgan. Yaqinqi zaman Uyg'ur matbuot va nashriyotchiligining taraqqiyotiga asos solg'uchi. Hozirgi zaman Uyg'ur til yoziqini ijodiy yo'sinda taraqqiy qildirgan ma'rifatparvarlarning biri bo'lgan Qutluq Haji Shewqi 1937-yili 5-oyning 30-kuni saharda Qashqardagi Yavoq turmisida Mamteli Tavfiq qatorliq Uyg'ur xalqining 300 dan ortiq olim va botir o'g'lonlari bilan birga g'aljirlik bilan o'qitilgandan keyin fojialik holda ko'ydirilib shahid qilinadi. Mərhum Qutluq Haji Shewqi şehit qilingan vaqtida 61 yoshda edi. Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining yangi hayot gazeti Qutluq Haji Shewqi fojialik o'ldirilgandan keyin ondan atalmış Şinjan Qashqar gazeti degan nomda nashr qilishga boshlagan. Sharqiy Turkistonni besib olgan kundan boshlab Uyg'urlarning tarix, madaniyatiga doir milliy meroslarini yiltizdan quritishga yuzlangan tajovuzchi Xitoy hukumati Uyg'urlarning sonsizlagan qadimki kitob javharlarini yig'ib ko'ydirib etdi. Qutluq Haji Shewqining to'plagan kitob materiallari va yozgan asarlari shu chog'da ko'ydirib etildi. Uning ana til, Qashqar uyg'ondi, parcha, mərhum Abduqodir Damollamning vafotiga marsiya, g'azal qatorliq ozg'ina asarlarla bizgacha yetib kelgan.
Bu əsərlər ayni yıllarda chet el gazet jurnallarida e'lon qilingan va ba'zi peshqadamlar tarafidan saqlanib qolgan. Qutluq Haji Shewqining nomi Sharqiy Turkiston inqilobi Uyg'ur adabiyoti va nashriyotchilik tarixida muhim o'rin tutadi.